Yo'lda birov Alloh uchun bir narsa bering deyapti. Allohning nomini o'rtaga qo'ygan uchun Ali roziyallohu anhu berdi. Chunki ishonchi aniqda Alloh uchun bersa qaytishi. Alloh uchun berilgan narsa albatta qaytishligiga ishonch komil. Biz ham iymonimiz komil, lekin bitta ona bo'lsa bermaslikda, to'g'rimi? Ikkita bo'lsa ham mayli, bittasini berib, bittasini olib qolardik. Bir dona ya. Yana qaytarib o'taman, yarim kilo bo'lganda mayli ikkitasini berish oson. Bir dona olib berdi. Uyga qaytib keldi, onasiz. Nima bo'ldi keyin qissani davomida? Qani ona Fotimani? Ona yo'q, biroz so'radi, berdim deb turdi, eshik taqilyapti. Ali ibn Abi Talib eshikni ochsa, bir odam qo'lida xolta bilan turibdi. Qancha vaqt o'tdi deysizlar?